Assalomu alaykum. Ismim Gavhar. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qilaman. Sinalife kompaniyasining mahsulotlaridan 2 oydan beri foydalanib kelaman. Shu 2 oy ichida o'zimda juda ham katta sog'lig'im taraflama o'zgarishlar ko'rina boshladi. Hozirda ancha o'zimni yengil, qulay his qilyapman. Sinalife kollagenlarini iste'mol qilishdan oldin qanaqa muammolaringiz bor edi? Kuchli charchoq, vazn ortishi, gormonal buzilishlar bo'lgan, stresslar paydo bo'ldi. Yuzimda, ayniqsa ayol kishimiz yuzimizda har xil ajinlar, charchoq hissi, xiraliklar paydo bo'ldi. Albatta men bundan qo'rqdim. O'sha 3 kun deganda o'zini natijasini bera boshladi. Gormonlar joyiga tushdi. Yengillik bo'ldi tanamda. Ozish jarayoni boshlandi. Yaxshi natija oldim.